Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Namozning 5 ta darajasi, 5 ta ko'rinishi. Birinchisi o'z nafsiga zulm qiluvchi insonning namozi. Bunday inson tahoratlarda nuqsonlik bo'ladi. Namozni o'z vaqtida ado etmaydi. Uni arkonlarini muhofaza qilmaydi. Bu borada Alloh taolo marhamat qilib aytadiki: "Astagfiru billah va lil musallin allazina hum an salatihim sahun." Namozxonlarga vayl bo'lsin. Ular namozlarini unutuvchidirlar deb marhamat qiladi. Bunday inson o'qigan namozi uchun Allohning huzurida uqubatga qoladi. Ikkinchi darajasi tahoratlarni mukammal qiladi. Namozni o'z vaqtida ado etadi. Arkonlarni muhofaza qiladi. Lekin namoz boshlangandan to oxiriga qadar har xil vasvasalar bilan, dunyoviy tashvishlar bilan namozini qanday tugatib qo'yganini o'zi bilmay qoladi. Bir o'zi o'qiganida qaysi surani o'qiganini, imomga iqtido qilganida qaysi surani qiroat qilganini bilmaydigan darajada vasvasalar bilan mashg'ul bo'ladi. Bu insonning namozi hisoblidir. Ya'ni Allohning huzurida bu namozidan so'raladi. Hali bu namozi uchun hisob-kitob kutib turibdi. Qabul bo'lishlik bilan bo'lmaslikni o'rtasidadir. Uchinchi darajadagi namoz tahoratlarni mukammal qiladi, o'z vaqtida ado etadi, arkonlarni muhofaza qiladi. Shu bilan birga u qalbiga vasvasalarni keltirmaslikka harakat qiladi. Nafsi bilan kurashadi. Namozidagi ba'zi savoblar, ajrlar kamayib qolmasligi uchun vasvasalarni keltirmaslikka harakat qilib o'qiydi. Bu inson mana shu namozida jihodning bir ko'rinishidadir. Chunki u nafsi bilan kurashyapti. Namozini, savobi, ajrlarini kamayib qolmasligiga harakat qilyapti. Bu insondan mana shu namozi soqit bo'ladi. To'rtinchisi tahoratlarni mukammal qiladi, o'z vaqtida ado etadi, arkonlarni muhofaza qiladi. Shu bilan birga u inson qalbiga vasvasalarni keltirmaslikdan ham yuqori pog'onada turadi. Bu insonning qalbi, butun fikri, zikri namozni sha'ni chulg'ab oladi. Ya'ni mana shu namoz ulug', Robbim buyurganidek ado etaman. Bu meni yorug'likka, bu meni najotga olib chiqadi degan fikrlar bilan namozni, faqatgina namozni o'ylaydi. Boshqa narsalarni o'ylamaydi. Bunday insonning namozi ajrlikdir, savoblikdir. Qabul bo'lishligi bilan birga bu namoziga hali ajr ham oladi. 5-chi darajalik namoz, u ham bo'lsa eng yuqori, eng oliy darajadagi namoz, tahoratlarni mukammal qiladi, o'z vaqtida ado etadi, arkonlarini muhofaza qiladi. Shu bilan birga u inson Robbisiga yaqinlashishlikka harakat qiladi. Qalbida Robbisiga yaqin turishlikni o'ylab qoladi. O'zini Robbisini huzuriga qo'yishlikka harakat qiladi. Xuddi bu Jabroil alayhissalomning hadislarida kelganidek: "Al-ihsanu an ta'budalloha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Ihson Allohni ko'rib turganingdek ibodat qilishliging. Agar sen ko'ra olmasang ham Alloh seni ko'rib turadi deb aytiladi. Ya'ni u inson namozda Robbisini ko'rishlikka harakat qiladi. Agar bu narsa qo'lidan kelmasa, Robbim meni ko'rib turibdi, mana shu hozirgi o'rnimni ko'rib turibdi deb mana shu narsalarni hayoliga, tasavvuriga keltiradi. Har bir aytayotgan oyatini, har bir aytayotgan tasbihini, zikrlarini Robbimga aytib beryapman. Robbim to'g'ridan to'g'ri mendan eshitib turibdi degandek tasavvurlarni hosil qiladi. Qalbi mana shunday Robbisiga eshittirishlik bilan, Robbisiga namozini ko'rsatishlik bilan, Robbisiga o'qib berayotgandek, aytib berayotgandek qalbi mana shu narsalar bilan mashg'ul bo'ladi. Bu insonning namozi Allohga yaqinlashtiruvchi namoz hisoblanadi. Chunki uni ko'zlari namozda quvnadi. Kimniki ko'zi namozda quvunar ekan, u insonning ko'zi qiyomatda Robbisini ko'rishlik bilan quvnaydi.
Mana shu insonni namozidek namoz o'qishlikka hammamiz harakat qilishligimiz kerak bo'ladi. Vasvasalarni daf qilishlikdan tashqari, qalbimiz faqatgina namozni sha'ni egallab olishlikdan tashqari, o'qiyotgan namozimizni Robbimizga o'qib beryapman, zikrlarni Robbim eshitib turibdi degandek darajaga olib chiqishligimiz kerak bo'ladi. Ishoning, agar hammamiz mana shunday namoz o'qiy oladigan bo'lsak, biror bir gunoh qilishlikka qo'limiz bormaydi. Katta gunoh bo'lsin, kichik gunoh bo'lsin, har qanday gunohni qilishlikdan uyalib qolamiz. Robbimga yo'liqqanimda nima deyman degan har xil narsalar bizni gunoh qilishlikdan qaytarib qo'yadi. U inson sunnat, nafl, farz namozlardan o'qishidan qat'iy nazar, uzun yoki qisqa sura o'qishligidan qat'iy nazar, mana shu namozlarni Robbimga o'qib beryapman, Robbim eshitib turibdi degan tasavvurni hosil qila olar ekan, mana shu namozi Robbisiga yaqinlashtiruvchi namoz bo'ladi. Alloh taolodan mana shu eng oliy darajada namozlarimizni ado etishligimizga muyassar qilishligini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.